Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Deb mana bugungi kurslarimizni boshlaymiz. Asliga imkonim boricha o'zim bilgan hamma narsalarni hech nimani bekitmasdan o'rgatishga harakat qilaman. Demak, umurtqa pog'onamiz 31 dan 33 tagacha bo'ladi. Keyin massaj mumkin bo'lmagan qismlar va vaqtlar bo'ladi. Uyqu arteriyasiga qattiq dag'al massaj qiladigan bo'lsak, bemor shok holatiga yoki koma holatiga tushib qolishi mumkin. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Deb mana bugungi kurslarimizni boshlaymiz. Asliga imkonim boricha o'zim bilgan hamma narsalarni hech nimani bekitmasdan o'rgatishga harakat qilaman. Demak, umurtqa pog'onamiz 31 dan 33 tagacha bo'ladi. Keyin massaj mumkin bo'lmagan qismlar va vaqtlar bo'ladi. Uyqu arteriyasiga qattiq dag'al massaj qiladigan bo'lsak, bemor shok holatiga yoki koma holatiga tushib qolishi mumkin.